bo'lmasin. Yaxshimisan Ismat? Menga qara, Zokir 5 minutda menga yordam bersin. Uy to'libdi bu kerak. Hay, 5 minutda keladi, yursin. Haydi qani. Hay, bor qani? Turqi. Turqan nima bo'lyapti ekan? Tur. Menga qara, jiyan, seni menga yordaming kerak. Nima yordam? Bitta takoy qizcha bilan tanishdim. Dam eshit. Unga ana undagi bachili yo'q ekan. Ha, qabristonskiy. Ana sen bilasan-ku. Shunga yordam ber. Bo'ldi. Men siz tushundim, yuring qaviya. Büyük bitki dal teregi bu takını tanımayrılsın. Bizim suyuna gelene Mashim amaqi. Ana shu. Bo'ldi, o'zim razgovoritsa qilaman chiroyli qilib. Yuring. Ketdik, razga. Nima? Alaykum, opa, tuzumisiz? Qarochi, amakim sizni sevib qopti. To'ydan keyin amakim masalim, jonim, shakarim deb chaqirmaysiz. Nima deb chaqiraman? Dadoshim deb chaqirasiz. Men sizga onash deyman. Ikkinchi masalaga o'tadigan bo'lsak, sizga bolla yoqadimi, cholla yoqadimi? Menga sigirlar yoqadi. Akras amakim 20 ta sigiri bor, sog'ib yurasizlar. 20 litrdan sut beradi. Dada. Amakingiz yoqdi menga. Akras yoqqan bo'lsalar, bu yog'ini to'yda gaplashamiz. Davay, sog' bo'ling, paka. Bo'ldimi, amak gaplash. Jiyan, lekin qo'lim uyushib qoldi, qara. Masas qilamas. Ya, bo'ldi, ket. Jiyan, Abdush rahmat, lekin yaxshi kunlaringga qaytaring. Men bu tirishib gapirishimni qanday o'chiraman o'ya borib. Men pariga olib qo'ysangiz o'zi o'chadi. Bo'ldi, jiyan, ishidagi obat. Gap yo'q, charchamang. Podsasa qilib qo'ying, qarang. Nima qilib kelyapsan? Rustam akim uchrashib olib chiqandi. Kursiytimi? Ha. Malades. Zo'r ish qilibsan, bir foydali ish aytibsan, endi bir kallang ochilibdi. Nima qildim? Ustini yomon ko'raydim, bir rasvo qilibsan, malades.